Avvalambor assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu videoni musofirga kelayotgan har bir aka-ukalarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz ko'rishi juda ham shart. Bu videoni imkoni boricha like bosib, podelitsiya qilib tarqatib qo'ying. Sabab mana bu videoni ko'ringda, men bu videoga izoh beraman. Bu er-xotin magazinga kirishgan, kirib turib produktlarni qilishgan, lekin mana bilsangiz, Rossiyada o'zi kassadan o'tish kerak bo'ladi. O'sha joyga borishganda pulini to'lamasdan olib ketishgan, go'yoki to'laganda qilib. Buni kamerada ko'rib turgan bo'lgan, zalga chiqqandan keyin er-xotinni qaytarib olib kelib, mana ko'rib turibsizlar, ushlab turibdi. Politsiyskini chaqirib berib yuboryapti. Endi bularning ahvoli faqat zapret yoki deport bo'ladi. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lyapsiz. Shu 1000 rubl, 2000 rublni tejab qolaman deb ham bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, o'g'irlik hisoblanadi. Shuning uchun shunaqa ish qilib yurgan aka-ukalarimiz ogoh bo'linglar. Rossiyada hamma yerda kamera ko'rib turadi. Baribir orqangizdan borib ushlaydi. Shuning uchun do'stlar, bu videoni like bosib tarqatib qo'ying. Juda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang.